Jizzax viloyatiga. Baxmal tumani. Baxmal tumani. Endi shu Samarqand hamsiyasida. Buloqda ham shu. Mana hoş bo'lsin. Sizlar video holatida ukalarimizni ismlarini aytib, nima qilib mana akalarini tanib Mana mehmonimiz Rahmonqul aka bugun bizning uyimizga mehmon bo'lib turibdilar. Shu Usmatdan, Xush kelibsiz. Barlos qishlog'idan, Baxmal tumanidan, O'zbekistondan. Mana bu kishi amakim Abdujalil. Bu kishi amakim Toshtemir. Mana bu Olimjon pochchamiz bo'ladi. Bu kishi ham Olimjon pochchamiz. Ikkalari ham yoshlari ham bor. Mana bu yerdagi mana video ko'rib turgan ukamiz Tohirjon, eng kenjamiz. Mana bu Jamshid ukamiz. Mana bu ukamiz Ilhom. Bu ukamiz Qobiljon. Mana men Obidjon. Mana otam rahmatli Mahmud buxgalterda uyga o'tiribmiz. Uylariga birga bo'lib mana mehmonlar sharofatim bilan. Shu men niyatim shuki, mana shu og'aynilarni mana topdik. Shu bilan bordi keldi. Aloqalar yaxshi bo'lib ketsin. Ikki davlatimiz tinch bo'lsin. Shu chegaralar bundan ham o'tishlari oson bo'lsin. Ochiq bo'lsin. Mashinalar bilan borib kelish, ot bilan borib kelishlar bo'lsin. Gala bo'lib katta mashinalar bilan o'tib kelayotgan bo'laydik. Shu soyasi davridagidek Sovet ittifoq davridagidek borib keldilar bu tursin. Qo'shnilarimiz uzoq qilsin. Davlatlarimiz bundan ham obodroq, bundan ham barqarorroq qilsin. Xudodan tilaymiz shuni. Mana shu sabablar bilan mana o'tirib turibmiz. Borib shu uydagi ayollarni bitta olib kel. Shuni gapirishlar. Men nima derdim? Men mana O'smatdan keldim mana. Panjayetda mana shu Charvoq qishloqda og'aylarimiz bor deb aytib yurardi, otalarimiz, akalarimiz aytib yurar. Mana kelishlik yetkazdi ya. Nasib qilgan ekan Xudoyim taolo mana yetkazdi. Mana amakilarimizni topdik. Mana amakilarimiz, pochchalarimiz bor ekan. Tanishdik. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'ling. Bundan buyon Xudo xolasa borib keldi, uzilmasin. Hoji buva. Shu niyatni tilaymiz. Shu, men niyatim shu.